Urolog shifokoriga qachon murojaat qilish kerak? Assalomu alaykum. Hozirda ko'pchilik kasallik asorat berganda yoki kuchli og'riq kuzatilganda murojaat qiladi. Aslida kasallikni erta aniqlash davolash samaradorligini ancha oshiradi. Quyidagi belgilar kuzatilganda urolog qabuliga yoziling. Siydik chiqarishda qiyinlashish, ya'ni siydik oqimining susayishi, siydik chiqarishda achishish, og'riq, siydik qon bilan kelishi yoki tez siyish, ayniqsa kechasi ko'p siyish, bel, yonbosh, qo'l sohasida og'riq kuzatilishi, moyakdagi shish, og'riq yoki hajmining o'zgarishi, erektil disfunksiya, ya'ni jinsiy hayot bilan bog'liq muammolar, shu bilan birga bepushtlik sababini aniqlash zarurati bo'lganda. Ammo profilaktik ko'rikni ham unutmang. 40 yoshdan o'tgan har bir erkak yiliga kamida bir marta urolog nazoratidan o'tib turishi maqsadga muvofiq. Uramax Med Center. Sog'lig'ingizni erta tekshirtiring. Kasallikni davolagandan ko'ra oldini olish osonroqdir. Qabulimizga yozilish uchun bizga murojaat qiling.